Hürmetli görürmen dostlar, Nava programımız kızgın kayfiyat davamlaşıyotgan manmış paytlarda biz teknik aziz mehmonlarimizdan biri bo'lgan Shuhrat Keyram efendi bilan tövendeki team ustida azroq o'rtaklashib baqqimiz bor. Shuhratga yaqinqi yillardan buyon mayli xalq naqshlaridan bo'lamdi, mayli shu hozirgi yangi uslubdagi naqshlardan bo'lamdi, o'zgacha akrotlashtirilib, mush jamiyatimizda xeyli zo'r salmoqni egallayotdi. Siz endi mushning qanday qaraysiz? Mushaqdagi ko'z qarshingizni anglab baqqan bo'lsak. Bo'ldi. Jamiyatda xalqaro hozir shu butun ahanglarni ishlayotgan kompozitorlar akordlashtirib ishlaydigan bo'lyapti. Bundan ilgari undaq emasdi, oddiy muzikalar o'rlashtirish oddiy. Hozir endi shundaq akordlashtirib ahanglarni bir saviya ko'tarib mustaqildigan bo'lyapti. Bo'ldi, endi bizning ahanglarimizga kelsak, bizning muqam, xalq naqshlarimiz o'ziga oldiga bir shunchalik bir alaydilik o'xshamaydigan, hech qanday bir millatga, hech qanday bir rayonga o'xshamaydigan bir alaydiliklar bor. Misal bizniki kuy shakli bo'lsin, ritm bo'lsin, ya bo'lmasa ahangninki puroq bo'lsin, faqat hech qanday bir millatga o'xshamaydi. Endi bu Yevropaniki akordlashtirilgan jarayonda Yevropaniki bizniki garmoniya, polifoniya degan shundaq tanlarni, ham shu ijodiyat texnikalarini biz Uyg'urcha ahanglarga ishlatamiz. Bunda vaqtida mening o'yimda endi bizniki ahanglarimizniki andaq alaydik bayama o'tganda degandek, bayama yuqur degandek o'xshamaydigan bir puroqlar bo'lgani uchun Yevropadagi bu texnikalarni ishlatgan jarayonda ba'zi ahanglarimizni buzib o'tish toza mos kelmagan bir ahvollar bo'lib qoldi. Mening o'yimda endi qanday qilib Yevropaniki shu ijodiyat, muzik ishlaydigan, akordlashtirgan vaqtidagi shu texnikalarni qanday qilib bizniki ahanglarimizga mos keltirib, bizning ahanglarimizga xizmat qildirish, bu bir izlanish, bu bir o'rganish. Mening o'yimda endi bundan keyin butun kompozitor, menmi muzik ishlayman, kasbiy muzik ishlayman, mushni tirishib, o'rganib, tadqiq qilib, texmi bizniki milliy ahanglarimizni bir baldaq ko'tarish, taraqqiy qildirishga tirishsak deb o'ylayman. Rahmat Shuhratga. Unda bo'lsa, tomoshabin do'stlar, ko'rarman do'stlar, tövəndə biz o'zgacha akordlashtirilgan xalq naqshidan bir anglaylik. Qani, Qashqar yigitlari, sahnimizga marhamat. Görgende aydan ayrıyanmayman, hoşuman türlgende eynini qaralmayman, hoşuman türlgende eynini qaralmayman, hoşuman türlgende eynini qaralmayman. Yar seni bana katı, hayvanın diyatayım, altı günlük alemde senin derdini tatayım. Yar seni bana katı, hayvanın diyatayım, altı günlük alemde senin derdini tatayım. Yardım verişleri, asafım verişleri, bir falan oynayman,
Eskisiga o'xshamas ayrılık qarashlari Eskisiga o'xshamas ayrılık qarashlari